Hammaga assalomu alaykum. O'lsin. Hammaga assalomu alaykum. Chiqoqchilar, hammasi yaxshimi? Bekor bu olamga kirdim. Hoppa. Gapiring davay. So'ri qarang. Shunday hozir boshlash asosan Bug' bo'ladi. Nima edi? Ekran yozib olinyapti. Ha, bitta kuchaydir bu shoninglar. Kompyuter bug' chiqyapti. Sizni новый mer. Sложно и мы o'chiramiz. Mana ikkinchi shaderga eksperimenti. Ana. Готово. Akam menga bitta dahshat kuchli shader berdi, kuchsiz deb, endi o'ziga kuchsiz shader qidiryapti. Menga o'sha shader beradi. Qani yozib olinyaptimi? kuchli shader berdi. Dilba. Yozib olinyapti ekan. Qarang. Shader dahshat kuchli bo'lgani uchun ikki tortadi. nasrlik grafikka ikki chankka qo'yamizdan shader. Dahshat kuchli shader. Kompyuter uxladi. Sen Ham Minecraft ham Minecraft ham shader kompyuter gug bo'lyapti-ku. Endi meniki ana ekran yozib olishga balo bormidi? Video qilmoqchi edim YouTube'ga. hatto shaderga kirib Enrochi. Men ekran yozib olayotganda uxladi kompyuter. Bo'ya shader ko'tarib kiryapti. Deyarli. Kirgan yo'q. Kirdi. Ana bizning legendarniy shader. Bulutlari. Mana bu suvni kompyuter qotishini 0 FPS ga tushib qoldi. Video ko'ryapman menimcha. 0 FPS ga tushib qolyapti-ku. Yo'mayu, Enrochi qarang, mana bu chekkasida nima edi? Nur, daraxtda nur, mana bu tarafda nur. Nima edi? Taralyaptimi, nima edi? Ismi nima edi? Xullas. Ba'zi ko'tardi. Ya'ni oson ko'tarardi, просто ekran yozib olish ham bor. Shit kuchli. Shcholi, mana shader chiqarib tashlaydimi ekan? Ultra kuchlisini. Yana mana shu shaderni menga berib qo'ygansiz. Hoppa. Bu shaderni eshitishim bo'yicha, ya'ni eshitishim emas, tekshirishim bo'yicha, shunchalar uyga kirib ketdimmi? Har bir tosh chiqqan yo'q. Ya endi chiqdi. Bu shader tekshirishim bo'yicha, bu shader tekshirishim bo'yicha, ana fakilni ikkinchi qo'lga olganimizda u nur taratadi. Hozir bu nimaligini tushuntirib beraman. Ya'ni oddiy Minecraftga o'xshab fakilni qo'yib o'tirmaysiz, shunchaki ikkinchi qo'lga olasiz. Hamma joy yorug' bo'lib ketaveradi. Shunda night vision ham kerak emas-da, agar chet bilan o'ynasangiz. Shu ko'p loy chiqyapti.
Minecraft dedim. Sizniki mayli, meniki Umuman dahshat. Minecraftga kirmayapsiz. Deydi, umuman Minecraft o'ziga kirmayapti. Meniki obbo, meniki ikki taraflama nagruzka. Ham video, ham şeydir. Lekin pikselni ko'paytiradigan datapak sketchet qilsam 10 ming bo'ladi. Kompyuter. Bu kompyuterni 10 ming qilishga harakat qilaman. Настройки, наборы ресурсов, papkasi naborami. Qani kompyuterni 10 ming qilish menda kompyuter resurs packs. Загрузки qayerdadir bor dedi. Mana. Kompyuter уже 10 ming bo'lyapti. Mana. Ilnuraja. Nima edi? 64 ana sketchet qildim, ya'ni Minecraftga o'rnatdim. Nima edi? 64 pikselli. Orqaga qaytib qol. Mana orqaga bu. Qani, shader bilan 64 piksel. O'zi Minecraft 16 pikseldan iborat. Men 64 piksellik datapak sketchet qilganman. Yana bitta shader ham plus, yana video ham plus. Kirmayapti. Kirmaydi. Uning yozishim aylanib Yo'q, men telefonim, men notebook'im jam uchun kuchsiz emas, lekin qanaqa kirmayapti. Chiqib shuncha gapirdim. Nima edi? Uxladi kompyuter. Bu ildiradi. Kompyuter uxladi. 64 piksellikni qo'shganimga uni dumaloq bir bola chiqib qoldi. Kompyuter dahshat qiynayapman. Qani? Hozircha bo'lyapti. Yo'q, ishladi. Qani shader bilan aralashib chalpak bo'lib ketmadimi? Mana 64 piksel ham kompyuter qotib qoldi. FPS. Nima deyapti bu? FPS normallashdi. Eng qizig'i, men unga qaralar piksel bilan ana soya, ya'ni nima edi, shader aralashganda вообще FPS'im 70-58. вообще FPS nima edi, tushib ketdi, lekin temir topdim. Shunchaki toshga ulab o'tirgandim. 64 pikselga xeyr. Bunaqa roskani Emir aka siz kompyuteringiz ko'tara olmaydi. O'zi bitta mana shaderni ko'tara olmadi. 64 bilan yana video. Aytgancha menga yangi shader topyapsizmi? Bu shaderda o'ynashga qiynalyapman. Kompyuter qotyapti. 400 FPS ko'tarardi. Nechasiga tushib qol? 22. Buliklarga 5 FPS tushib qolyapti. Kompyuter ahvolini, bechora kompyuter. Suvni 64 piksel pastdagi qumlar uchun nima edi? Men bu suvga ana shader. Eng qizig'i, men bu qo'limdagi narsalarni ham pikseli ko'paygan. Kompyuter. Sandiq. Nega bu sandiqni men shuncha payt ko'rmadim? Qanchalik kirmay qoldi. Qanchalik kirmay qoldi? Boya sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan nima edi, narsam. Barcha faktlar olaylik. Qotadi. Sen nega qara kirmay qolgansiz? Qani? Oppa. Chayqay. Kompyuter. Boltani nega oldim men? Mana sizlarga aytgancha men o'zim sakrasam ham o'zimni ham soyam ko'rayotganman-ku men. Qani? Yuzim qanday?
sahna qilmoqchi edim. Kompyuter chiroyli sahnaga ham yaramayapti. Baribir Minecraft chiqib ketsa mumkinmi? Men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam qorong'u-ku. Mana. Mana. Bilmayman. Fakelni qo'ymasam ham, qo'ysam ham baribir yorug'. Mana shu shader kuchi bilan. Shader kuchi meni buncha kuchli kompyuterimni qotirishga yetyapti. Ba'zilarini menga sal kuchsizroq shader topib bering. O'zimniki to'g'ri. Budan qo'shmoqchi edik. Mana bu tarafda mod degan narsa yo'q ekan. U faqat Forge'da bo'ladi menimcha. Ya'ni Minecraft Forge'da. Hozir men nimaga kirdim? Outlook'gani. Optifine'ga kirdim. Minecraft Optifine'ga kirdim. Minecraft Forge'da bo'ladi, nima edi ismi? Mod qo'shsa bo'ladi. Lekin Minecraft Forge'da shader qo'shib bo'lmaydi. Minecraft Optifine'ga qo'shib bo'lmaydi. Durillab qoldik kompyuter. Shakar qamish hattoki o'zgargan. Ham piksel, ham soya. Buni o'zim buga ko'chirdim, bilmayman, lekin qildim. Ikki chankda shunchalik qotyapti. Agar men bir optika chank qilsam, kirmaydi-ku. Rafga qotqolyapti. Kompyuter qiziq bir xil dirillab qolyapti. Eng qizig'i kompyuterda 8 ta o'yin bor. Minecraft, PUBG, Standoff, Minecraft versiyasi, yana qanaqa Brawl Stars, Roblox, Counter Strike 1.6, Standoff. Yana qanaqa o'yinlar bor? Bo'ldi, boshqa o'yin yo'q. Shaderni mana yaqin qo'shib versam kirmay qolyapti. Qo'shmasam shader nega bunday qilyapsiz? Kuchsizroq shader qiling. kuchsiz, просто kirmay. Dahshat qotyapti kompyuter. Eng qizig'i shu yondan o'tib ketsam ham ko'rmayman. Eng qizig'i pastda hattoki ko'rmayapman. Ikki chank bo'lganga. Mana buni chap qo'lga olamizdan ham ko'lib ketamiz. Kechqurun tushdi, meni chopishadi. Bir blok mana bunday qoldiramiz, zombi bo'lasiz. Mayli. Hech bala ko'rmayman. Siz hech nima ko'rmasam endi ba'zisi. Eng qizig'i 64 pikselni o'zine qo'shdi. Kompyuterga 4-5 karralik nagruzka tushyapti. Mana shu tarafda mana verstak. Pechga nega yasadim bilmayman. Pechga nega yasagan bilaman. Men bu temirni eritish uchun. Usta temirga nima yasagam yaxshi? Temir kirka yoki paqir? Ko'proq paqir yaxshi edi-yu, men kirka yasaymiz. Men kirkam bu. Kun tushyaptimi? Kun tushyaptimi? Hozir tunmi yoki kunmi? Qani? Tushib ketdi. Oy qani? Aytganchi, meni kulbacham qani? Mana topdim.
Voy qani endi. Voy, yana tushib ketdim.